Tez siyish hozirgi kunda juda ko'pchilikda uchraydigan peshob kelish bilan bog'liq kasalliklarni deyarli hammasida uchraydigan shikoyat hisoblanadi. Bu shikoyatni siz bemalol uy sharoitida davolay olasiz. Bunga qanday to'g'ri yondashish haqida foydali tavsiyalarni bu videoda aniq beraman. Hojatxonaga tinmasdan borib kelib charchagan, mana shu peshob qilish natijasida kechasi umuman uxlay olmaydigan, peshob qilishda orqasidan namoz o'qishga qiyinchilik bo'layotgan yoki uzoq safarga borish kerak, bora olmayotgan bemorlar bor. Bular orasida bu kasallikni necha yillardan beri yengishga harakat qilib kelayotgan, lekin yenga olmayotganlar bor. Bu videoni aynan sizlar uchun olishga qaror qildim. Bu videoni ko'rish orqali sizlar masofadan turib o'zingizlarga to'g'ri tashxis va davo choralarini qilib olishinglar mumkin. Aynan sizlarga mana shu bo'yicha kerakli tavsiyalarni berishga harakat qilaman. Tez peshobga chiqishni to'g'rilash uchun uy sharoitida nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchisi oziq-ovqatdan boshlaymiz. Iste'mol qiladigan ovqatlarimiz tarkibidagi ba'zi bir moddalar sizlarni tez hojatga kirishga undashi mumkin. Bular tarkibiga achchiq, sho'r, gazli ichimliklar hamda kofe. Bularning hammasi sizlarda provokatsiya qiladi aynan peshob kelishini. Bu mahsulotlarni o'z ratsioningizdan chiqarsangiz, o'sha qatnovlaringiz sonini ma'lum darajada pasaytirgan bo'lasiz. Ikkinchi masala psixogen muammolar, ya'ni siz uyda o'tiribsiz, bekorsiz, uzoq vaqtdan beri tez peshobga chiqasiz. Sizning miyangizda aynan mana shu narsa zapis bo'lib qolgan. Siz bekor o'tiribsizmi? Sizning miyangizga puls beradi. Ya'ni ey, tur, o'rningdan peshob qilishing kerak. Mana shu buyruq sizni har doim qiynaydi. Shu narsani oldini olishlik sizga tez peshobga chiqishda aniq davo bo'ladi. Bu narsa sinovdan o'tgan, biz tajribalarimizda buni ko'p marta isbotini ko'rganmiz. Ya'ni buning uchun nima qilasiz? O'rningizdan turasiz, iloji boricha bo'sh vaqt bekor qolmaslikka harakat qilishingiz kerak. Bu degani ishlash, kitob o'qish, hobbilarga vaqt ajratish, misol uchun yoki kino ko'rish yoki qanaqadir madaniy hordiqlar yoki kim bilandir o'zaro suhbat. Bo'sh vaqtingizni, bekorchi vaqtingizni mana shu narsalarga almashsangiz, sizdagi miyangizda bu fikr kelishligiga yo'l qo'ymagan bo'lasiz. Aniq ishoning, oddiy ko'rinadi, lekin samara beradi. Buning uchun sizlardagi peshob kelish darajasi, ya'ni tez peshobga chiqish darajasini bilib olishim kerak. Bu masalada oddiygina bir tekshiruv yordamga keladi. Bu tekshiruv juda ham oson. 3 kun vaqtingizlarni oladi faqatgina. Xos tovar, ya'ni o'sha xozyaystveniy mahsulotlar sotadigan do'kondan faqatgina bitta idish kerak. Maxsus idish, o'lchamlari bor. Mana shu o'lchamli idish bo'ladi. Shuni olib kelib hojatxonaga qo'yib qo'yasizlar. Erta tongdan turib boshlaysizlar. Soat nechida va qancha miqdorda peshob qildinglar? Hammasini qog'ozga registratsiya qilib borasizlar. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Bu tekshiruvning nomini siyish kundaligi deyiladi. Ertalab uyg'ondingiz, hojatxonaga kirdingiz. Misol uchun soat 7:00 da idishga peshob qildingiz, o'lchadingiz va mana shuncha peshob qildim deb yozib qo'yasiz. Endi ichgan suyuqligingizni ham o'lchaysiz. Ya'ni soat mana bunda, mana buncha suyuqlik ichdim. Har bitta peshob qilganingizda hajmi bilan soati, har bitta ichgan suyuqligingizda hajmi bilan soati. Mana shu tartibda ikkita tablitsa ko'rinishida yozib borasiz. 3 kun mana shu ishni qilasiz va natijasini menga yuborasiz. Men buni natijasini ko'rib chiqib, sizga bu muammo qanchalik darajadaligi va qanday yo'l tutish kerakligi, agarda qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'lsa, nima tekshiruv qilinishi haqida ma'lumot beraman va davo chorasini to'g'ri yo'nalishga tushirib berishga harakat qilaman. Endi bundan tashqari keyingisi bizda aynan qovog'imizda siydik yig'ilsa, bu narsani reflektor tarzda impuls ketadi miyamizga. Bu narsani mustahkamlashimiz mumkin. Ya'ni harakatsizlik, doimiy ravishda o'troq hayotimiz muskullar, buni boshqaruvchi sfinkter va buni boshqaruvchi impulslarga zararli ta'sir ko'rsatayotgan bo'ladi. Biz hayot tarzimizga Kegel mashqlari degan unikal bir mashqlar to'plamini qo'shadigan bo'lsak, albatta eng kamida 2 oydan keyin siz bu muammo uchun juda ham sifatli yordamni olgan bo'lasiz. Qanday qilib deysizmi? Misol uchun aytaman, internetda yoki YouTubedan qayerdadir qidirib, o'zingiz uchun ma'qul bo'lgan 3 ta 4 ta упражнениyani tanlab olasiz
Shu narsani kundalik hayotingizda kun davomida eng kamida 2 marta qilishni odat qilasiz. Bu sizda aynan kichik chanoq a'zolaridagi muskullar va ularni ishlashi, elastikligi, tonusini ushlaydi. Buni natijasida sizdagi aynan bu sohada bo'layotgan shikoyatlarni bemalol to'laqonli yo'qotishga yordam beradi. Endi oramizda kasallik sababli tez-tez peshobga chiqadiganlar uchun alohida bir tushuncha beraman. Prostatit, uretrit, ya'ni prostata bezi yallig'lanishi, sidik kanal yallig'lanishi, giperaktiv qovuq degan kasallik bor, ya'ni qovuqni qisqaruvchanligini tezlab ketishi nerv boshqaruvida. Bu holat, qovuqdagi hattoki toshlar va eng ko'p uchraydiganlardan bittasi bu qandli diabet. Mana shu holatlarda haqiqatdan ham kasallik asorati sifatida bu muammo shakllanadi. Endi bunga davo chorasini qilish uchun sizda bu kasalliklarda qaysi biriligini aniqlashimiz kerak. Shuning uchun men sizlarga uy sharoitida o'zingizlarni atrofinglardagi birorta shifoxonaga borib turib ba'zi bir tekshiruvlardan o'tishni tavsiya qilaman. Agar siz yosh bo'lsangiz hali va sizda prostata beziga bog'liq bo'lgan qanaqadir shikoyatlarni belgilari, ya'ni tez-tez tiyishdan tashqari boshqa belgilar ham kuzatilayotgan bo'lsa, u holatda oddiy qovuq to'la holatdagi UZI tekshiruvi, qoldiq siydikni aniqlash hamda prostata bezi suyuqligini tekshirish. Mana shu 3 ta tekshiruvni qilib, bu orqali haqiqatan bu kasallik bor yo'qligini ishonch hosil qilishingiz mumkin. Ya'ni buni masofadan turib boshqarishimiz mumkin. Aynan mana shu tekshiruvlar sizdagi prostata bezidagi muammo bor yo'qligini tasdiqlaydi. Agarda sidik kanalda tez-tez peshob qilishdan tashqari achishish holati kuzatilayotgan bo'lsa, sidik kanaldagi yallig'lanish kasalligi belgilari bo'lishi mumkin. Bu holatda esa qo'shimcha mazok, surtma tahlili kerak bo'ladi. Endi siz o'zingizda qandli diabetni boshqa belgilarini kuzatayotgan bo'lsangiz va sizga bu tashxis hali qo'yilmagan bo'lsa, albatta qondagi qandni ertalab och qoringa tekshirish orqali ishonch hosil qilishingiz mumkin. Yana bir kasallik bu giperaktiv qovuq deyiladi. Afsuski buni to'g'ridan to'g'ri uy sharoitida aniqlash imkoni yo'q. Ya'ni bu kasalliklar bo'lgan holatda imkon bo'lsa, sizga uy sharoitidagi men bergan tavsiyalarda hech qaysi biri agarda sizdagi holatni o'zgartirmasa, unda urolog shifokorga chiqib, mana shu tashxisni aniqlaganingiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Lekin ming afsuski, ba'zida bu shikoyatimizni uy sharoitida hal qila olmasligimiz mumkin. Chunki bunga asosiy sabab jiddiy asoratli holatlar hisoblanadi. Aynan prostata bezi adenomasi va boshqa shunga o'xshash jiddiy kasalliklarda buni uy sharoitida davolashning imkoni yo'q. Bu holat uchun aynan kerakli tekshiruvlar va kerakli davo chorasi. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Misol sifatida aytaman, qabulimga 10 yildan beri tez-tez peshob qiladigan bemor kelgan. Uy sharoitida har narsa qilib ko'rgan, tabiblarga borib ko'rgan, ba'zi bir qushtirnoq ichidagi doktorlar dori-darmon bilan davolashga harakat qilib yurgan. Lekin bemorda haddan tashqari katta prostata bezida adenoma shakllanganligi uchun doimiy ravishda qovug'i bo'shamagan. 150-200 ml qoldiq siydik qolib yuravergan. Odamni, insonni shu darajada ko'niktirganki, haligi u borligini sezmaydi. Misol, sog'lom odam 200 ml va undan ortiq siydik yig'ilgan vaqtda qistov paydo bo'ladi. Lekin u insonda bu yo'q. Chunki qovug'i shu darajada katta bo'lib ketgan va g'ovak shaklga o'tgan. Misol, tekis ko'rinishga ega bo'lsa, bunda g'ovak, uje kamera bo'lib ketgan. Bo'ldi, u qovuq ishdan chiqdi. Ertadan keyin adenomani hal qilgan taqdirda ham eski peshob kelishdagi darajani sifatda bera olmaydi. Mana shuning uchun ba'zi bir kasalliklarda hiylalaridan ehtiyot bo'lishinglar kerak. Chunki adenomada ham hiyla ko'p. Ya'ni erta bosqichlarida sizlarni ko'niktirib boradi. Shakllanib borgan sari siz u kasallikka moslashib boraverasiz. Bu narsani to'g'ri baholashning eng oson yo'li yoshligingizdagi peshob qilishingiz bilan hozirgi kundagi peshob qilishingizni solishtirasiz. Agar o'rtasidagi farq 50% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga boring va to'g'ri davo chorasini qilishga harakat qiling. Agarda 50% dan kam bo'ladigan bo'lsa, shunchaki o'zingiz uchun prostata bezidagi adenomani hajmi, qoldiq siydikda hajmi hamda PSA tekshiruvi bor, prostata spesifik antigen deyiladi. Mana shuni holatini o'zingiz uchun ko'rib qo'ying, o'zingizga yaqin bo'lgan shifoxonada. Agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unda xotirjamlik bilan uy sharoitida kerakli davo choralarini qilib yursangiz bo'ladi. Agarda yomon bo'ladigan bo'lsa, unda aytganimdek shifokorga ko'rinish
eng to'g'ri yo'l. Sizlar uchun uy sharoitida qilinadigan barcha kasalliklarga beriladigan foydali ma'lumotlarni aytib o'tishga, navbatdagi videolarimizda ochib berishga harakat qilaman. Bu narsalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta sahifaga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammanglarga sog'lik, salomatlik tilagan holatda navbatdagi videoni olish uchun biz kirishamiz.